Ruslan bu kecha qattiq uxladi va tongda quyosh nuri uning uyidagi yangigina teshilgan tomdan yuziga tushib uyg'otib yubordi. U yo'qotish hissi bilan o'rnidan turdi va tezda pullarni qo'ygan joyini tekshirdi, lekin pullar yo'q edi. Yuragi tiq etib ketgan Ruslan hayajon bilan yig'lab qishloq hokimi tomon yugurdi. Hokim esa uni ko'rib hayron bo'ldi. "Sen Ruslanmisan? Ha, mening pullarimni haqiqatdan ham o'g'irlab ketishdi", Ruslan g'azab bilan baqirdi. Hokim hech qanday hayratga tushmadi. U himoyachilarga buyruq berdi. "Bizni izlayotgan aldoqchi, tuhmatchi firibgar o'z oyog'i bilan kirib keldi. Uni hibsga oling." Shu zahoti Ruslanni qamoqqa olishdi. U qichqirib o'zini oqlashga urindi. "Yo'q, bu gal men rost gapiryapman. Meni haqiqatdan ham talashdi." Biroq endi hech kim unga ishonmadi. U qamoqxonada achchiq pushaymon bilan yig'lashda davom etdi. Bu yolg'onchi Ruslanni qismati edi. Qilmish qidirmish bo'ldi. Suvniki suvga, o'tniki o'tga ketdi. Yolg'onchi bir kun kelib, rost gapirsa ham unga ishonuvchi topilmadi. Arab tilidan Abdurahmon Safo o'zbek tiliga o'girdi. Ana bolajonlarim, bu ertakni ham eshitdingiz.